Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Fikrat tahlil dasturini davom ettiramiz. Aniq fanlarga va koinotga qiziquvchilar yaqinroq keling, chunki yana studiyamizda doimiy ekspertimiz Shahzodbek Norbekov, O'zbekiston Milliy universiteti qoshidagi yarim o'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronik ilmiy tadqiqot instituti ilmiy xodimi, Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti dotsenti, PhD Shahzodbek Norbekov studiyamiz mehmoni. Assalomu alaykum Shahzodbek, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bos qo'yasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Demak, bugungi mavzuimiz kosmos haqida gapiramiz. Kosmos haqida. Ya'ni yo'ldoshlar. Biz shunday savollar ham qo'yib qo'ydik, oy kimniki deb qo'ydik aslida. Endi bu hali doimiy savol. Bu aytadi 10 asr oldin ham shu savol bo'lgan, bundan keyin ham bu savol bo'laversa kerak. Agar hech kim egallab olmasa oyni. Albatta. Demak, kosmos umuman sun'iy yo'ldoshlar, kosmosga chiqish, mana shu haqida bugun siz bilan suhbatlashamiz. Xo'p, bugungi mavzumiz asosan oldingi mavzulardan farqli ravishda oldin biz mikroolam bilan haqida suhbatlashgandik. Endi bunda makroolam va megaolamning o'rtasidagi hodisalar haqida ma'lumot almashsak bo'ladi. Demak, bu dolzarb. Sababi hozirgi kunda ham shunday fikrdagi odamlar bor. Misol uchun Yevropadan yoki boshqa nima deydi, chetdan ayrim fake videolar chiqarilgan, yerning yassiligi yoki har xil yer sharsmon emas, boshqa shaklda va hokazo. 21-asrda yer yassi deb turish uchun endi yo'q, bu hodisalarni ham uji nima deydi, ana videolarni ko'rganingizdan keyin shunaqa darajada isbotlar boradi, rang-barang qilib bir illyuziya qiladi. Ishonib yuboradi-da. Misol uchun qonuniyatlarni mohiyatini anglamagan odam ishonadi haqiqatan ham. Yoki sun'iy yo'ldoshning o'zi mavjud emas, bizga berilayotgan ma'lumot hammasi nima deydi, masonlarning ma'lumoti bizni aldayapti va hokazo. Bu hammasi noto'g'ri tushuncha. Sababi har bir hodisa olimlar tomonidan, misol uchun har bir davlatning olimlari tomonidan tashqaridan kelingan ma'lumot, o'zidan chiqqan ma'lumotni to'liq isbotlanadi har bir hodisa. Misol uchun yerdagi shu o'zimiz aynan turmush tarzimizda bo'layotgan hodisalar orqali simulyatsiya qilinib, nima deydi, yerning yumaloqligi yoki yer quyosh atrofida aylanishi yoki sun'iy yo'ldoshlarning umumiy qonuniyatlarini oldindan matematik aprobatsiyasini chiqarib beradi. Bu yerda juda asosiy vazifani 90% matematika bajaradi. Matematikaning qudrati juda yuqori. Bu haqida ham qisqacha ma'lumot beriladi yuqoriroqda. Xo'p, endi biz aynan sun'iy yo'ldoshlarning qonuniyatlari, qanday uchadi, sun'iy yo'ldoshlar quyoshga qanday yaqinlashadi, oyga qanday boradi, Marsga qanday boradi yoki umumiy holatda yerning atrofida qanday aylanadi, bularni tushunib olishimiz uchun birinchi bizni yerning atmosferasi haqida tushuncha hosil bo'lishi kerak. Yerni bilasiz o'zingiz, ma'lum bir qatlamlarga bo'lingan. Ya'ni pastki qatlam, yuqorgi qatlam ma'lum miqdorda prezentatsiyani o'tsangiz keltirilgan. Yana bitta. Bu yerda troposfera, stratosfera, mezosfera va hokazo qatlamlarga bo'lingan. Bu qatlamlarga bo'linishda maqsad nima o'zi? Tasavvur qilamiz, faraz qilamiz. Bitta shaffof idishda asal, benzin, yog', suv yoki ayrim boshqa suyuqliklar bir-biriga aralashtiradidagi umumiy suyuqlikka aylantirib ma'lum bir vaqtga qo'yib qo'ysak nima bo'ladi? Pastki qatlamiga asal, undan keyin zichligiga qarab yoki qandaydir o'zini bir tabiatiga qarab qatlamlarga bo'linib qoladi. Aynan shu hodisa ham atmosferada yuzaga kelgan. Misol uchun atmosfera hosil bo'lyapti va atmosferada qandaydir qatlamlar. Aynan shu qatlamlarda ma'lum bir hodisalar ketyapti. Xo'p, bu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, birinchisi troposfera. Troposfera qatlamida yerning atmosferaning asosiy qismi joylashgan, ya'ni asosiy foizi. Ya'ni havo demoqchisiz. Albatta. O'zi atmosferamizning tarkibi haqida ma'lumotga egamiz. Ya'ni 78% azot bizning tanamiz uchun deyarli hech qanaqa vazifa bajarmaydi. 21% kislorod bizning asosiy modul almashishni vazifasini bajaradigan gaz. Keyin qolgan boshqa gazlarning aralashmasidan tashkil topgan. Deyarli
ma'lum bir balandlikgacha bu farq o'zgarmaydi. Faqat zichlikda nima deydi buni? Zichligi kamayib Zichlik boradi. nimani deb tushunamiz? Nima deydi? Molekula orasidagi masofaning o'zgarishida. O'shaning uchun Ya'ni hali kamayib boradi, toqqa siyraklashib chiqsa biroz hali havo olish qiyinlashishi mumkin. Hali juda Ha. baland joyga chiqsa. Burnimiz qonab ketadi. Misol uchun toqqa chiqqan vaqtida bu bosim bilan bog'liq hodisa. Agar bunga ham to'xtalib o'tamiz. Xo'p, troposferada ya'ni yerdagi o'zimizni turmush tarzimizda kechadigan hodisalarni, ya'ni yomg'ir, qor, do'l, chaqmoq va hokazo barcha ob-havo bilan bog'liq bo'lgan hodisalar kechadigan qatlam. Ya'ni buni taxminan 10-15 kilometr masofada joylashgan yerdan yuqorida. Shuning uchun ham samolyotlar uzoq borsa bir 10 kilometr, 11 kilometrda uchar ekanda. Albatta, troposferaning eng yuqori chegara qatlamida uchadi. Aerodinamik qonuniyatlar ishlaydi. Undan yuqorilashib ketaversa, u aerodinamik qonuniyatlar ishlamaydi yoki boshqa hodisalarga duch kelib boshlaymiz, ko'tarila olmay qoladi. Xo'p, keyingi qatlamimiz stratosfera. Bu juda muhim bo'lgan qatlam. Aslida bir xil, ya'ni shu 78% azot, shu 21% kislorod. Faqatgina siyrak, kamaygan. Lekin shunday hodisa bor bu yerda, juda qiziqarli. Bu yerda biz biladigan ozon qatlami mavjud. Bizda ko'pchilik o'ylaydi, ozon qatlamimiz o'zi 1 metr 2 millimetr deydi. Yo'q, bu noto'g'ri tushuncha. Bu yerda ozon qatlami o'zi stratosferaning qalinligi taxminan yerdan 15 kilometr balandlikgacha troposfera desak, 15 dan 50 kilometr balandlikgacha bu stratosfera. Demak, 25 kilometrdan 50 kilometrgacha, 20 kilometrdan boshlanadi taxminan siyraklashib 50 kilometrgacha qatlamda biz boyagi ozon qatlamiga duch kelamiz. Shuncha kilometrmi? Ha, qalin, juda qalin. Faqat buni 3 mm degan tushuncha bor aslida. Bu nima degani? O'sha shuncha qatlamga yoyilib ketgan ozonni siqsak, aynan shu standart bosimda 3 mm joyga bir tekis faqat ozondan tashkil topgan qatlam hosil bo'lishi mumkin, nazariy, xayolan. Ne unda bir xilda aytiladi-yu, ozon qatlami teshilib qolibdi desa. Yo'q, bu haqda emas, qisqacha ma'lumot berib o'taman. Ozon qatlami teshilib qolish. Ozon o'zi nima? Ozon ham kislorod o'zi. Bir xil narsa. Ya'ni kislorodimiz O2, ya'ni ikkita kislorod atomining birlashmasidan tashkil topgan molekula. Ozon esa 3 ta kislorod atomining birlashmasidan tashkil topgan molekula. Bu qayerdan paydo bo'lib qolyapti? Ya'ni hosil bo'lyapti. Nimaga yoyilib ketmayapti? Yo nima deydi? Pastga tushib ketmayapti, yuqoriga chiqib ketib qolmayapti. Molekulasi og'irroq nisbatan o'zimizni kislorodga nisbatan. Bu aslida Arximed kuchi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, yerga tushib qolish kerak. Yerga tushib qolib, zichligi kamroq bo'lgan gazlar yuqoriga chiqib qolish kerak. Lekin bu yerda shunday hodisa yuz beradiki, PVO tizimi deymiz, nima deydi anavi Isroilda havo hujumidan mudofaa deymiz. Yer sharining o'zining havo hujumidan mudofaa tizimi bor. Nima deydi anavi quyoshdan kelayotgan shunaqa darajada yuqori bo'lgan radiatsiya. Biz birinchi darsda o'tganmiz, gamma nurlar, protonlarning oqimi, elektronlarning oqimi, beta nurlar, rentgen nurlar, keyin ultrabinafsha nurlar, ko'zga ko'rinadigan nur, infraqizil, hamma nurda aralashmasi bor. Agarda bizni birorta jonzotni shu havo hujumidan mudofaa tizimi yo'q, ya'ni shu yerdan tashqariga chiqarib qo'ysak, sekundlarning qandaydir ulushida parchalanib ketadi. Uje yashab bo'lmaydi. Chunki juda katta radiatsiya bizni havo aynan shu quyoshdan kelayotgan radiatsiyadan himoya qiladigan tizimlarimiz haqida ham sanab o'tish kerak. Shundan kelib chiqqanda aslida ozon qatlamimiz. Ya'ni bu nima degani? Quyoshdan bizga spektrlar haqida tushuntirib o'tganmiz, bunga qaytish shart emas. Ya'ni o'sha gamma nurdan alfa nur, beta nur, rentgen nur, undan keyin ultrabinafsha nur. Bizda asosiy gamma nurni, zararli gamma, alfa, beta va ma'lum miqdordagi protonlarning oqimini bizning yerning magnit maydoni qaytaradi. Magnit maydoni rasmi bor, agar bitta o'tkazib yana qaytaramiz bu rasmga. Asosiy himoya tizimimiz mana. Asosiy nima deydi, ana
o'lchami kattaroq bo'lgan, massasi kattaroq bo'lgan zararli zarralardan bu yerda faqatgina juda ko'p gelium bor, nima deydi, undan ham og'irroq bo'lgan elementlar kelyapti quyoshdan juda katta tezlikda. O'shalarni yerning magnit maydoni u zaryadli bo'lgani uchun bu amper qonuni ta'sirida aylantirib o'tkazib yuboradi. Xuddi suvda harakatlanayotgandek ko'rinish hosil qiladi. Xo'p, endi undan keyingi ma'lum miqdordagi gamma nurlar bizni magnit maydonni qaytara olmaydi. Sabab bunda zaryad yo'q. Magnit maydoni faqatgina o'zining vazifasini bajardi, zaryadlangan zarralarni qaytardi. Endi keyin zaryadlanmagan zarralar, fotonlar bor. Fotonlar to'g'ri kirib keladi. Kirib kelgandan keyin birinchi atmosferaga duch keladi. Atmosferaga uriladi. Uni yuqori qatlamlarga birinchi o'tamiz. Birinchi stratosferadan borayotgani uchun ultrabinafshani qaytaradigan tizimimiz bu mezosfer. Yo'q. Bu stratosferada ozon qatlami. Ozon qatlami. Asosiy qatlam ozon qatlami. Ozon o'zi o'sha ultrabinafsha nurning ta'sirida hosil bo'ladi. U yo'qoladi, hosil bo'ladi. U narsa hech qachon bir zamonlar hosil bo'lgan, bo'ldi, shu bilan yo'qolmaydi, ma'lum shu balandlikka chiqib olgan, qolib ketadi degan tushunchani o'zi yo'q. U sekundning qandaydir ulushida paydo bo'ladi va shu jarayonda yana hosil bo'ladi. Sababi o'tkazib yuborsangiz bitta rasm bor. Yana yo'q, yuqorida mana. Buni yuqorida orqaga qaytaring. Mana bunda ultrabinafsha nurning ham o'zi ma'lum bir dozasi bor. Ya'ni buni spektrlar podkastimizda aytib o'tganmiz, ya'ni taxminan 5 nanometrdan 400 nanometrgacha ultrabinafsha dedik-ku. Ularni ham A kategoriya, B kategoriya, C kategoriyaga bo'lganmizda, ya'ni A kategoriyadagi har bir yozib ketilgan zarari kam bo'lgan ultrabinafsha nurlar, ya'ni taxminan 300 nanometrdan 400 nanometr to'lqin diapazonida bizning atrofimizda ham mavjud. Biz aytamiz-ku, ultrabinafsha nur tanamda nima deydi, tanamizga zarar keltiradi, shunaqa kuydirdi, energiyasi yuqori, lekin bu ultrabinafsha nur, lekin energiyasi kam bo'lgan ultrabinafsha nur. Lekin haqiqiy energiyasi katta bo'lgan ultrabinafsha nurga duch kelsak, bu bizni juda sezilarli zararlab qo'yadi. Bunga bitta misol keltiraman. Men o'zim ultrabinafsha nur bilan ko'p ishlayman. Biz laboratoriyada shunday holat bo'lgan. Laboratoriyada kechasi ko'p hodisalar bilan ishlaganman. Laboratoriya xonamizda ultrabinafsha nurni hosil qiladigan lampa bor, ya'ni rtutniy lampa. Ya'ni smogni bug'latish orqali hosil qilinadi. O'zimni ustozim tayinlab ketgan. Ya'ni bu lampaga ko'zing bilan qarama deb tayinlab ketgan, lekin men bitta narsaga qiziqardim. Qilma degan ishga qiziqardim. Haqiqatan qilib ko'rishga harakat qilardim. Kechasi qolganman. Taxminan soat 9larda o'sha ultrabinafsha nurni bitta ko'rishga qiziqqanman. Qaraganman haqiqatan ham. Taxminan 5 elektron volt diapazondagi bu ham nima deymiz, o'rtadagi hali ham kuchsizi. Ultrabinafsha nurning kuchsizi, ya'ni o'rtadagi taxminan 280 nanometr to'lqin uzunlikdagi nur. O'sha nurga ko'zim bilan qarab, haqiqatan ham o'zim guvoh bo'lganman qanaqaligi. Lekin ustozim aytgan qilmaganman haqiqatan. Magistraturada o'qirgan vaqtim, ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanganman. Keyin nima bo'lgan? Taxminan kechasi soat 12 larda aynan laboratoriyada bo'lganman. O'zim ko'zimga igna sanchishni boshlagan. Igna sanchilish. Xuddi qarab bitta qaraganman, bo'ldi, zararlangan ko'zim. Ko'p turmaganman. Bitta qaraganman, ultrabinafsha nur qanaqa bo'lar ekan, bitta ko'ray qan deganman-da. Lekin ustozim tayinlagan, tegimman, bilaman, nazariy tomonlama chuqur haqiqatan zararliligini, zarar keltirishini bilaman. Baribir qiziqib qaraganman-da. Shu taxminan 12 larda ko'zimda igna sanchilish boshlaganda, umuman yorug' nurga qarasam, o'sha parda ma'lum miqdorda zararlangan. Endi buni o'zini tiklaydi, obnovleniya qiladi-yu, vaqt kerak. Lekin juda kuchli og'riq bo'lgan, shu bilan beruniydan bo'lsa, Toshmiygacha atrofdan sovuq qishda edi, atrofda apteka izlaganman. Piyoda yurganman, ko'zimni yopib, mo'ljallab olganman. Ya'ni shu Levamicol degan og'riq qoldiradigan ko'z dori, o'shani izlaganman-da. Shu Toshmiyning oldidan taxminan topganman, aptekaga kirib, aptekachidan o'ziga aytganman, ko'zimga tez tomg'izing deb, tomg'izib, keyin yana qaytib kelganman uyga-da. Shundan keyin laboratoriyaga ham bormaganman.
mana zarar. Oddiygina misol o'zim tajribada sinab ko'rganman. O'zimda sinab ko'rganman. Bunday qilishni tavsiya etilmaydi. Tavsiya etilmaydi. Bu misol uchun biz ultrabinafshan nurni mana bu banisalarda, ya'ni kasalxonalarda ko'ramiz. U ham yuqori darajadagi ultrabinafshan nur emas aslida. Haqiqiy yuqori daraja ilmiy tadqiqotda ishlatadigan yoki quyoshdan kelayotgan to'g'ridan-to'g'ri ultrabinafshan nurning A kategoriyasiga duch kelsak, u anchagina tanamizni zararlab qo'yadi. U ko'zimga shunchalik bir qarashda zarar keltirganda yaxshigina sezilarli. Men ustozimga aytmaganman bu narsani. Nima deyishardi? Badanni qoraytiradiganni. U infraqizil nurlar. U infraqizil nur deyarli nima deydi, tanamizga zararli. Unga haqida ham qisqacha ma'lumot beramiz. Ultrabinafshan nur ko'zimizga ko'rinmaydi. U borligini bilmaymiz. Haqiqatan ham ultrabinafshan nur. Lekin dozasi turli xil bo'ladi. Endi u ultrabinafshan nur kelyapti-dagi ozon qatlami qanday hosil bo'ladi? Boyaga bitta qaytaring. Ozon qatlami oddiygina kislorodga kelib uriladi. Kislorodni molekulasini ikkiga bo'lib tashlaydi. Ya'ni o'zi kislorod tabiatda O2, ya'ni ikkita kislorod molekulasini birlashmasini tashkil topgan, bo'lib tashlaydi. Bo'lgandan keyin kislorod atomi hosil bo'ladi, ya'ni atom. Bitta atom. Endi boyagi kislorodni boshqa molekulasi bilan boyagi atomni yana o'ziga qo'shib oladi-dagin, endi O3 hosil bo'ladi. O'sha narsa ozon deyiladi. Bu proses bor-ku, bir zamonlar ozon qatlami chiqib qolmagan tepaga. Bu quyoshning nuri ta'sirida hosil bo'ladi, yo'qoladi, hosil bo'ladi, yo'qoladi. Bu davomli jarayon. Shunaqa yaratilgan bu. Bu tabiat qonuni. Bizni quyoshda kelayotgan nurning ta'sirida hosil bo'ladi. Shuni. Hosil bo'lib yo'qoladi. Nima deydi? Biz o'zi yerning sharoitiga moslashganmiz, evolyutsiyamiz. Bizga moslashmagan yer aslida. Yerning sharoitiga biz moslashganmiz. Ya'ni ultrabinafshan nur haqiqatan ham bizga kirib kelmaydi. Sababi ozon qatlamining hosil bo'lishi shu ultrabinafshan nur ta'sirida o'zi kira olmasligi uchun o'ziga sharoit yaratadi. Endi agar o'tib ketganda hozir yer yuzida o'shanga moslashgan odamlar yashayotgan bo'ladi. Albatta, u hech qanaqasiga, misol uchun shu nurni, shu hodisa bo'lmaganda edi. Demak, boshqa odamlar sal ko'rinishi ham boshqacha bo'lar, tabiat ko'rinish boshqacha bo'lar, lekin go'zallik tushunchasi boshqacharoq bo'lardi. Albatta. Qarang, Shahzod, bir savol paydo bo'ladi. Unda ozon qatlami teshilibdi deyish unda noto'g'ri chiqadi, chunki baribir stratosferada kislorod bor, ultrabinafshan nurlari kelib u kislorodga urilyapti, uni parchalayapti, ozon hosil bo'lish kerak. Qanaqa unda teshilib qoladi? Juda zo'r. Kislorod yo'q qoladimi? Juda zo'r savol. Ya'ni bu holatda muvozanat degan tushuncha bor-da. Yo'qolish va paydo bo'lish, ya'ni hosil bo'lish. Tabiatda muvozanatni buzmaslik kerak insonlar aslida. Nima deydi? Buni muvozanatini buzib qo'ymaslik kerak. Ma'lum miqdorda sun'iy ravishda biz kamaytirib qo'ysak, ulgurmay qoladi. Yana obrobatga yana ham ishlab chiqarishga. Yo'qolish va hosil bo'lish bu muvozanatda. Ya'ni tabiat shunday muvozanatga tushib qolgan, biz sun'iy ravishda nima qilyapmiz? Oddiygina freon deymiz. Aslida faqat freon bilan bog'lash kerak emas buni. Oksidlanadigan har qanday boshqa yot gazlar ozon qatlamini yo'qotadi, ya'ni kamaytiradi, muvozanat buzib qo'yadi. Yana o'zini tiklaydi bu. Faqat biz siklni buzib qo'ymasimiz kerak. Ya'ni bu holatda qanday bo'ladi? Oddiygina freon yokida birorta oksidlanadigan gaz o'sha stratosferaga chiqib bordimi? Biz ana konditsionerlarda ishlatamiz-ku yoki xolodilniklarda. O'sha chiqib bordimi? U boyaga hosil bo'lgan kislorod atomi bor-ku, o'ziga shunday tortib oladidagin, qo'shib oladidagin, oksidlanib qoladi boyaga gaz. Shunda boyaga yana ozon hosil bo'lish uchun atom yetarli bo'lmay qoladi. Ozon hosil bo'lish uchun bizga kislorodga yana bitta kislorod atomi qo'shilib qolishi kerak-ku. Qo'shila olmay qoladi. Shunaqa proses ozgina buziladi. Bu ham juda vahimali qilib boradi. O'zi aslida bu narsani aynan shu prosesni buzmasak, ya'ni nima deydi, zaharli gazlarni, oksidlanadigan gazlarni shu tashqariga kamaytirsak, chiqarishni qisqa vaqtda o'zini tiklab oladi bu ozon qatlami. Yana shu prosesga tushib oladi. Qisqasi, ozon bo'yicha savollarga men o'ylashimcha javob bor. To'xtang. Harorat haqida ma'lumot berilish kerak. Biz misol uchun samolyotda ko'p uchganmiz. Samolyotda taxminan 10 km balandlikka chiqqan vaqtimizda dahshatli sovuq to'g'risida gapirishadi. -40 gradus bo'ladi, lekin yerda +40 gradus issiq. Dahshat. Harorat shunaqa darajada chiroyli o'zgaradiki, harorat tushib ketadi, harorat ko'tariladi atmosferaning har bir qatlamida.
shunaqa hodisa yuz beradi. Bularni ham tushunib olishimiz kerak-da. Misol uchun samolyotda uchayapmiz, tashqarida hozirgina yoz edi pastda. Shunday tepaga chiqdik, minus 40 gradus sovuq. Nima bu? Bu aynan o'sha qatlamda, ya'ni troposferaning eng yuqori qatlamida yorug'lik nurining yutilmasligi hisobiga yuzaga keladi. Ya'ni bizda quyosh energiya bilan qanday ta'minlaydi? Issiqlik o'tkazuvchanligi orqali ta'minlamaydi. Issiqlik o'tkazuvchanligi faqat bizlarga ma'lum bir elektromagnet nurlarni yuboradi. Elektromagnet yutilish hisobiga yuzaga o'sha yuza qiziydi. Yutilmasa qizimaydi. Misol uchun ma'lum bir balandlikda kerak bo'lsa atmosferaning 1800 gradus issiq joylari ham bor. O'sha nuqtada qaysi to'lqin uzunlikdagi nur yutilyapti, energiyasini beryapti, o'sha yer qizyapti. Undan salgina pastroqda yutilmayapti degan, o'sha qatlamda harorat tushib ketib qolyapti. Bu aniqmi? Qaysi joyda qancha bo'lsa, chunki samolyot bilmasdan boshqa joyga kirib erib ketmaydimi? Yo'q, unaqa holat bo'lmaydi. Chunki u yuqoriga unaqa yuqori haroratdagi balandlikka aerodinamik qonunlarni o'zi yo'l qo'ymaydi. Samolyot o'zi harakat qilsa ham chiqa olmaydi. Qarang, Shahzodbek, biz Hay ibn Yag'zon, Hay Yag'zon degan asarni tarjima qilganmiz. Demak, va mana shu asarda bundan 900 yil oldin yozilganda, aytaylik, 10 asr oldin deylik, mana shunday 1000 yil oldin yozilgan asarda bugungi kunda ham hamma bilavermaydigan ma'lumotlarni oddiy yozib ketganda aytadi. Quyosh deydi, aslida deydi, quyoshdan bizga issiq yetib kelmaydi deydi. Bu 1000 yil oldingi asarda kelib ketyapti, qarang Shahzodbek. Ibn Tufaylning asari. Bu Ibn Sinoning o'ziga ustoz deb biladi u odam. Quyoshdan bizga issiqlik yetib kelmaydi deydi. Faqat uni nuri yetib keladi. Nuri tegishli yuzaga tushib, yuzaning zichligi va hokazo xususiyatlariga qarab bu issiqlik beradi deydi, qarang. Va buni shunaqa oddiy tushuntirib beradiki, mana shunaqa oddiy tushuntirib beradi. Biz masalan 21-asrda o'tirib hayron qolamiz buni metodlariga. Aytadi, bo'lmasa deydi, yer yuzasi masalan deydi, siz turgan joy yaqinroqmi quyoshga yo tog'nuvchimi deydi. Masalan, tog'nuvchi yaqinroq, chunki u tepada, quyoshga yaqinroq. Lekin u yerda sovuq-ku deydi. Nega unda? Nega unda tog'ga chiqqan sari suviysan, ya'ni osmonga ko'tarilgan sari suviysan? Mana siz hozir ajoyib misolni keltirdingiz. Hatto mana ko'pchilik samolyotda uchganlar biladi. 10 kilometr tepaga chiqqandan keyin -40 ni ko'rsat. Aslida 10 kilometrga tepaga chiqding degani sen quyoshga 10 kilometr yaqinlashding degani. Albatta. Aslida 10 kilometr yaqinlashgandan keyin bu yerdan bir issiqroq, qaynoqroq bo'lish kerak o'zi aslida. Demak, quyosh bu pechka emas. Albatta. Quyosh pechka emas. To'g'ri fikr. Endi mana shundan kelib, hurmatli kuzatuvchilar, shuni bilishimiz kerak, ya'ni quyosh bu pechka emas. Quyoshning nuri ma'lum bir yuzalarga tushib, uni zichligi, boshqa xususiyatlaridan kelib chiqqan holda issiqlik beradi. Endi savol paydo bo'ladi shundan, Shahzodbek. Samolyot 10 kilometr tepada uchayotgan bo'lsa, quyoshning nurlarini yana ham yaxshiroq qabul qilib oladi, to'g'rimi? Albatta. Va samolyot masalan yerda turibdi, yerdan 10 metr balandlikda turibdi va samolyot 10 kilometr balandlikda turibdi, zichligi ham o'zgarmagan, yuzasi ham o'zgarmagan, boshqa xususiyatlari ham o'zgarmagan. Nega samolyot 10 kilometr balandda qizib ketmaydi quyosh nuridan? Juda yaxshi savol. Ya'ni bu yerda nima deydi? Siz aytmoqchisizki, yuqoriga chiqqan vaqtida o'sha quyoshdan kelayotgan nurni samolyot o'ziga qabul qilyapti. Men aytmoqchi emasman, ya'ni issiqga yaqinroq bo'ldi demoqchiman. Ya'ni issiqga yaqin bo'ldi demoqchi emasman. Nurga yaqin bo'ldi. Prinsip tushundim. To'g'ri, nurni qabul qiladi, quyoshdan kelayotgan nurni, lekin bu yerda dinamik muvozanat degan narsa bor. Ya'ni o'zi tashqaridagi harorat sovuq. O'ta sovuq. O'zi haroratni nima deydi? Quyoshdan yutgan u sezilarli bo'lmaydi. Qisqa vaqt uchadi, chunki samolyot ko'p vaqt turmaydi. Ma'lum miqdorda energiyani yutadi, mayli, quyoshdan kelayotgan elektromagnet to'lqinlarni o'zi yutadi degan, qiziydi. U qizish deyarli sezilarli bo'lmaydi, lekin o'sha sezilarli bo'lmagan issiqlikni ham tashqari tortib oladi. Ya'ni atrof juda sovuq. Atrof juda sovuq. Masalan, kosmik stansiyalar erib ketish kerak-da bo'lmasa. Bo'ldi, u haqida ma'lumot beramiz hozir tepada. Kosmik stansiyaga o'taylik, unda kosmik stansiya haqida ma'lumot olishimiz kerak. Nega quyosh pechka bo'lmasa, quyoshga yaqinlashsang erib ketasan deyiladi? Umuman noto'g'ri tushuncha bu. Bu narsadan chekinish kerak, chunki Merkuriy deymiz, quyoshga eng yaqin bo'lgan yulduz. Kechirasiz, sayyora. Merkuriyning qarama-qarshi tomoni tasavvur qiling, quyoshga eng yaqin bizdan millionlab kilometr
yaqinda, misol uchun, qarama-qarshi tomonning harorati minus gradusda bo'ladi. Muzlab yotadi. Nima quyoshga ko'rinmagan tomon. Aslida undan keyingi sayyora 4-chi bo'lib turgan, 3-chi bo'lib turgan sayyoralarda esa -50 ni ham urib turaveradi. -50 da harorat issiq bo'ladi. Buni ham sababini qisqacha o'zi aslida bu hodisalarni har biriga izoh beradigan bo'lsak, bir oy ham vaqt yetmaydi. Tushundim. Demak, qarang, hozir qisqacha aytib ma'lumot berib ketishim kerak. Ma'lumot berib ketaman. Qarang, quyoshga qanchalik yaqinlashsangiz ham, siz aytgan gap to'ppa-to'g'ri, quyosh bir pechka emas. Issiqlikni ma'lum bir jism orqali uzatmaydi, faqat elektromagnetik to'lqin orqali uzatadi. Biz agar to'liq elektromagnetik to'lqinni qaytaradigan ideal jism bilan quyoshning yoniga borsak ham hech narsa qanaqasiga qizimaymiz. Ana. Ideal boyagi shaffof, prozrachniy jismni yasab, boyagi faqat ko'zga ko'rinadigan nur diapazonini emas, har qanday yorug'lik nurini o'tkazib yuboradigan yogida qaytaradigan jism yasab quyoshning yoniga borsak ham biz qizib ketmaymiz, isib ketmaymiz. Yutmaydi. Chunki bu yerda muhit yo'q. Muhit yo'q. Nima deydi, ana issiqlikni uzatib beradigan. Bizda misol uchun uyimizda pechka yoqqanmiz, pechkani yoqqan vaqtimizda bizda oldimizga issiq nima orqali keladi? Havo zarralarining bir-biriga to'qnashi hisobiga, ya'ni tebranish hisobiga yetib keladi. Pechka siyda yonidagi havoni isitadi, yonidagi havo, uni yonidagi havoni isitadi, shunaqa yetib keladi. Albatta, biz yer bilan quyoshning o'rtasida hech qanaqa muhit yo'q, bo'shliq, jism yo'q. Faqatgina elektromagnetik to'lqinlar orqali yetib keladi. Elektromagnetik to'lqin yutilsagina shuni energiyasini beradi. Yutilmasa foydasi yo'q. Shuni hisobigaki atmosferadagi hodisalar juda chiroyli taxlangan. Ya'ni shuni hisobiga nima deydi? Qatlamlar mavjud. Xo'p. Undan keyingi qatlam mezosfera endi isib boshlaydi. Bizda nima deydi? Isib boshlaydi deysizmi? Ha, endi qizib boshlaydi. Nega? Boyaga pivot tizimi, ya'ni quyoshdan kelayotgan ma'lum bir to'lqin diapazondagi yorug'lik nurlarini, elektromagnetik to'lqinlarni yutadigan qatlam. Mezosfera. Nima bor u yerda buni yutadigan? Bu oddiy havo, faqat siyraklashgan havo. Bu endi bunda ham azot, bunda ham kislorod bor. Savol. Men savollarim juda ham ko'payib ketyapti, qarang. Mezosfera bilan troposferani orasidagi stratosfera nega unda havo yo'q deyarli? Hech qanaqasiga qarang. Bu yerda hamma qatlamlar shartli ravishda qo'yilgan odamlar tomonidan. Bir-biriga bog'lanib yotibdi. To'liq havoning eng zichligi yuqori qatlami yerga yaqin qatlami. Undan keyin havo zichligi kamayib boradi xolos. Tarkibi o'zgarmaydi. Ma'lum bir balandlikka chiqqancha, ma'lum bir balandlikka chiqqandan keyin arixmet kuchi ta'sirida faqat eng yuqori qatlamda yengil bo'lgan nima deydi? Molekula massasi yengil bo'lgan gazlargina tepaga chiqib qoladi. Ya'ni vodorod yoki da geliy shu gazlar eng tepaga chiqib qolishi mumkin. Demak, mezosfera birinchi qabul qilib oladi. Endi qarang, stratosferada ham shu kislorod, shu azot faqat zichligi kamroq, yuqoriga chiqqan saringiz zichligi kamayib boraveradi. Mezosferada ham kislorod, azot faqatgina zichligi yana ham kam. Nimaga ozon qatlami shu yerda tashkil bo'lib qolmaydi? Ozon qatlami tashkil bo'lmagani aynan zichligi kam bo'lgan hududda ultraviolet nur shunaqa darajada zichligi kamki o'tib ketadi. Ultraviolet o'tib ketadi. O'tib ketadi, ha. O'zi zichligi yuqoriroq bo'lgan hududga kelgandan keyin to'qnaydi, kallasini uradi. Bu stratosfera. Bu stratosfera. Ya'ni ozon qatlami agar stratosferadan o'tib ketganda troposferada bar urilardi. Bizdan 10 metr balandlikda hosil bo'lishi mumkin edi agar zararku ultraviolet nur o'tib ketganda. Stratosferadan ham o'tsa, hattoki troposferadan ham o'tsa, troposferaning ma'lum bir qatlamiga kelib uje yutilishni boshlaganda edi. Ozon qatlamimiz 25 kilometrdan 50 kilometr yuqorida bo'lmasdi degan 10 metr balandlikda bo'lishi ham mumkin edi, misol uchun. Stratosferada havoning zichligi kamayib ketib qolsa, ultrabinafsha nurlar o'tib ketishi mumkin ekanda. Bu zichligi kamaymaydi. O'tib ketishi mumkin, to'g'ri? Zichligi yana nima deydi? Zichligi yuqoriroq bo'lgan hududga yana ozon qatlami surilishi mumkin, lekin bu gazning biz nima deydi, ana saqlanish qonuni bor-ku, yo'qolmaydi gaz. Endi yo'qoladi, sezilarli emas. Bu koinotga chiqib ketayotgan gazlar ham mavjud. Bu yerning yoshiga nisbatan u sezilarli bo'lishi mumkin, lekin bizni vaqtimizga nisbatan u sezilarli bo'lmaydi. Shahzodbek, mezosfera nimani ushlaydi birinchi bo'lib? Mezosfera bu nima? Rentgen nurlarni, ma'lum miqdorda gamma nurlarni, endi sal energiyasi yuqoriroq bo'lgan nurlarni ushlaydi. Energiyasi yuqoriroq,
ya'ni bu ko'proq qizdiradi. Biz uchun bizga buni gamma nur nimaligini yo rentgen nur nimaligini biz endi oldingi podkastlarda to'liq ma'lumot olganmiz. Mezosferada asosan keyin yana bitta mezosferaning xususiyati bor. Tashqaridan kelayotgan meteor jismlar bor-ku, meteoritlar. Har xil toshlar. Asosiy qalqonimiz shu. O'sha nuqtada yemirilib yo'qolib ketadi. Qanday yemiriladi? Nimaga yemiriladi? Havoga bilan ish qiladi. Nimaga siz именно shu qatlamda yemiriladi degan savol ham bo'ladi. Nega mezosferada? Sababi bu termosferaga nisbatan zichligi kattaroq. Ya'ni havoning, atmosferaning zichligi yuqoriroq. Qarang. Masalan, raketa otilsa yer yuzasida, masalan, yer degan raketa otilsa yoki yer suv degan raketa otilsa, havo yer degan raketa otilsa, necha kilometr uchsa ham u yonib ketmaydi. Lekin bilamizki, yer troposfera eng zich qatlam hisoblanadi. Eng zich qatlam hisoblanadi. Siz aytyapsizki, mezosferaga kirgan meteorit yonib ketadi deyapsiz. Mezosferaga kirgan meteoritning yonib ketishi bu siz raketa uchirayapsiz-ku. O'sha raketangizni nima deydi? Erib ketmasligi uchun yokida aynan shu haroratga, shu havoning qarshiligiga bardosh berishga moslashtirilgan. Ya'ni shu nuqtada buning tezligi ham juda muhim. Ya'ni mezosferaga kirgandan keyin bu tezlanuvchan harakat qiladidagi ma'lum bir tezlikka chiqib erib ketadi. Lekin bu degani hamma meteoritlar ham aynan mezosferada erib ketadi degani emas. Yerga tushganlar bor. Hattoki yerga troposferadan ham kesib kelib tushganlar bor. Bu meteoritning tarkibiga bog'liq. Oddiygina muzning bo'lagi bo'lishi mumkin yokida qandaydir metal bo'lishi mumkin. Kirib keladi. Buning xususiyatiga qarab asosiy qatlam demoqchiman. Bu shartli hamma gapi. Qarang, Shahzodbek, demak bu yerda uning yonishiga sabab bu asosan havo bilan shug'ullanish. Havoning zichligi, oshib borishi. Ya'ni nima deydi? Bu yerda ham nisbatan sovuq aslida. Bu degani juda yuqori haroratda emas. Harorat stratosferadan ma'lum miqdorda sovuqroq. Mezosferaniki. Stratosferaniki kechirasiz. Troposferaga nisbatan stratosferaniki issiq. Stratosfera issiq sababi ultraviolet nur yutildi. Endi undan keyin yana sovishni boshlaydi. Birinchi issiq yerda, sovuq minus haroratda yana isiydi, keyin yana soviydi. Chunki mana bu qatlamda ham ma'lum bir to'lqin diapazondagi yorug'lik nurlar yutilmaydi. Undan keyin esa boyaga aytgan og'ir yadrolarimiz, ya'ni og'ir spektrlarimiz, ya'ni rentgen yokida boyagi gamma nurlar, beta nurlar yutiladigan asosiy qatlam bu. Lekin bu aniq shu qatlamda yutiladi degani emas. Bu energiyasiga bog'liq holatda mezosferaga ham ma'lum miqdorda o'tadi. Undan qolganini ma'lum miqdorda, masalan uchun juda kam miqdorda stratosfera ham yutishi mumkin. Ideal holatda aytayapman, xolos. Bu ma'lum miqdorda ideallashtirilgan shartli ravishda. Lekin sekin yo'qotib biz o'zimizda biosferaga, ya'ni o'zimiz yashaydigan troposferaga yetib kelgancha bizga sog'lom, faqatgina shu asosan 400 nanometrdan 700 nanometr to'lqin diapazonidagi bizni ko'zimiz ko'radigan nurni o'tkazadi xolos. Qarang, yana bitta qiziqarli hodisa bor. Aynan atmosferamiz 400 nanometrdan pastini ham yutadi, 700 nanometrdan yuqorisini ham yutadi. Faqatgina bizni ko'zimiz ko'radigan nurni endi asosiy qatlam demoqchiman, asosiy diapazon demoqchiman. Shu qatlamdagi nurni o'tkazadi. Bizda evolyutsiyamiz ham shuni orqasidan kelib chiqqan. Ya'ni bizni ko'zimiz ham 400 dan 700 nanometr to'lqin diapazonidagi nurni ko'radi-yu. Biz aynan shu atmosferadan o'tadigan nurni diapazoniga ko'rishga moslashtirilgan o'zimiz. Evolyutsiyasi shunday shakllangan. Xo'p. Endi bu yerda bitta qiziqarli chiziq bor, Kármán line. Ya'ni bu bizda tushuncha bor, kosmos deganda o'zi nimani tushunasiz? 100 kilometrdan yuqorisimi? 100 kilometrdan yuqorisi. O'zi kosmos deganda yer shari bilan boyagi fazoning, ya'ni bo'shliqning orasidagi chiziq. Bu fazo kosmos, yer shari, bu yer shari. Biz yer shari deb tushunamiz. Yer sharining yuzasi qayerda deb tushunasiz, misol uchun siz? Oddiygina tuproq deb tushunamiz. Yo'q. Aslida yer sharining shartli yuzasi bu Kármán chizig'i. Sababi Kármán chizig'idan pastki qatlamda
atmosferaning 99.9% miqdori joylashgan. Ya'ni asosiy muhit pastda joylashgan. Qolgan yuqorida ham gazlar bor. Shu yerga tegishli bo'lgan kislorod yoki azot juda siyrak. Bir-biri bilan deyarli ta'sirlashmaydi. Ideal holatda. Shuni hisobiga shartli ravishda Karmen Line'ni qo'ygan, bu bizga kosmos bilan yerning sirtining chegarasi deb. Demak, 100 dan taxminan osmonga qarab 100 kilometr aytadi-ku Ali hangomada yugurib borib keyin do'ppini otib shu yerdan 500 metr sanagin deganda yerni ham osmonga qarab chegarasi 100 kilometrdan keyin ekanda. Shartli chegara. Buni o'zi nima deydi? Insonlar o'zi chegaralab olgan. Chegaralashning o'zining sababi aniq. Bu havo hududlari. Yuqorida uji gaz bir-biri bilan ta'sirlashmaydigan darajaga tushib qoladi. Uji juda siyrak. Nima deydi? Bir-biri bilan to'qnashmaydi. Ya'ni u yerda samolyot ucha olmaydi. Samolyotku umuman ucha olmaydi. Oddiy havo sharlarini ham borish qiyin. Bormaydi. Aerodinamik qonunlar ishlamaydi. To'liq. Chunki u yerda havo yo'q deydi. Havo yo'q. Bir orada sanoqli molekulalar yuradi, bir-biri bilan uzoq masofada, lekin baribir havo yo'q. Bu ham gaz. Xo'p, demak bizda umumiy holatda atmosferamizning qatlami shu. Endi shu qatlamlardan kelib chiqqan holatda sun'iy yo'ldoshlarni belgilab olamiz. Ya'ni sun'iy yo'ldoshlar o'zi qayerda joylashgan, sun'iy yo'ldosh o'zi nima? Umumiy holatda fazo haqida qisqacha tushuncha ham hosil qilamiz. Bu bizni ona yerimiz, ya'ni globus. Tasavvur qilamiz, biz ona yerimizni shu darajada kichraytirdik masshtabini. Endi sun'iy yo'ldoshimiz qayerda joylashganligini ko'rib chiqamiz. Aniq masshtab bilan hisoblangan ma'lumotlar bular. Ya'ni biz o'ylaymizki, vaznsizlik deymiz. Biz misol uchun Elon Musk raketada chiqyapti, fazogirlar erkin holatda raketaning ichida yuribdi. Gravitatsiyadan tashqari hudud deb o'ylaymiz. Yo'q. Aslida unaqa ma'lumot noto'g'ri. Sun'iy yo'ldoshda gravitatsiya yo'qolgan yo'q. Gravitatsiya bor yo'q 10% ga kamayadi xolos. Aynan shu sun'iy yo'ldoshda turgan kosmonavtlar uchun erda kuchlarning kompensatsiyasi degan tushuncha bor. Kuchlarning kompensatsiyasi. Tasavvur qilamiz, xalqaro kosmik stansiyalar qayerda joylashgan? Yerni masshtabini shu taxminan 30 santimetrlik globusgacha kichraytirdik. Aynan xalqaro kosmik stansiyada qayerda joylashgan? Taxminan 1 santimetr uzoqlikda emas. Shu turishida. 1 santimetr uzoqlikda joylashmagan. Taxminan xalqaro kosmik stansiyalar 400 kilometrdan 500 kilometr oralig'ida joylashadi. Misol uchun Elon Musk va Starlink sun'iy yo'ldoshlari ham 500 kilometr balandlikda. O'shalar ham taxminan yer sharidan, agar yer sharini globuschalik darajada kichraytiradigan bo'lsak, sun'iy yo'ldosh taxminan 1 santimetr uzoqlikda joylashgan. Bu degani gravitatsiyadan qutulgan yo'q. Sun'iy yo'ldoshlar faqat bu yerda markazdan qochma kuch bilan gravitatsiya kompensatsiyaga uchraydi. Ya'ni tenglashib qoladi. Tenglashib qolgan hisobiga o'sha raketa va raketa sun'iy yo'ldosh va sun'iy yo'ldosh ichidagi jismlar to'liq vaznsiz holatga duch keladi. Lekin tasavvur qiling, agar o'sha nuqtada sun'iy yo'ldoshni to'xtatib qo'yadigan bo'lsak, qotirib qo'yadigan bo'lsak, joyida yer tortib qo'yadi. Bu nima degani? Buni o'zim hisobladim. Bundan keyingiga o'ting. Yana. Xo'p, bu to'liq formulalar ko'ringanmi? Demak, kosmik texnologiyani biz matematikasiz tasavvur qila olmaymiz. Bu yerda to'liq matematik qonunlarga asoslangan, ya'ni qayerga uchishi, qaysi qonunga nisbatan kompensatsiya bo'lishi va hokazo. Men to'liq bu haqida ma'lumot berilib o'taman. Demak, bizda tepada turibdi, baribir elementar bo'lsa ham formulalarga ham qaralib ketmasak bo'lmaydi. Tushunib olishimiz uchun gravitatsion tortish kuchini formulasi mavjud. Gravitatsion tortish kuchi degani bu o'zi nima degani? Tasavvur qiling, biz hozir ikkalamiz o'rtamizda ham ma'lum bir kuch bilan tortilib turibmiz. Gravitatsion kuch bilan. Lekin biz makro jismimiz shuni hisobiga sezilarli emas. Sezmaymiz. Hisobga olmaydigan darajada kichkina. Lekin
siz bilan yer bu mega olam jismi, siz makro olam jismi. Ikkalangizda orangizdagi tortish kuchi hisobga olinadigan darajada yuqori. Ya'ni buni miqdori yuqoridagi formula orqali hisoblanadi. M1 M2 sizni va yerning massasi, r kvadrat bu yerning radiusi, ya'ni yerning markazigacha bo'lgan masofa. Xo'p, endi sun'iy yo'ldoshda shunaqa holat yuz beradi. Yerdan ma'lum bir balandlikka ko'tariladi. Birinchi kosmik tezlik, ikkinchi kosmik tezlik, uchinchi kosmik tezlik deb eshitganmiz. Raketani uchirganda qanaqa hodisa yuz beradi? Raketamiz, har qanday raketamiz biz o'ylaymizki cheksiz uchib yuradi. Dvigateli bor yo'g'i 10 daqiqa, 9 daqiqa ishlaydi, boshqa ishlamaydi. Yoqilg'i shunchaga yetadi xolos. 9 daqiqa, 10 daqiqa. Uchinchi kosmik tezlik bilan yoki mana bu yulduzlar aro yo quyoshni umumiy holatda sayyoralar aro uchiradigan raketalarimiz uzog'i bilan 20 daqiqagacha dvigatel ishlaydi, boshqa dvigatel ishlay olmaydi. Biz o'sha vaqt ichida raketaga kerakli tezlikni berishimiz kerak. Kerakli tezlikni. Endi birinchi kosmik tezligimiz bizga yerni sun'iy yo'ldoshiga aylantirishga, jismni yerning sun'iy yo'ldoshiga aylantirishga yetarli, ya'ni taxminan 7,8 kilometr taqsim sekund. Umumlashtirib doim 8 kilometr sekund bo'ladi. Ha, bu nima degani? Aslida yerning sun'iy yo'ldoshi, ya'ni sun'iy yo'ldoshini oddiygina 10 metr balandlikda ham hosil qilishimiz mumkin. Yerni o'zida. Faqat shu darajada tezlik berish kerak. Oddiygina mashinamizni shu darajaga tezlashtiraylik. Taxminan 8 kilometr tezlikka, sekundiga 8 kilometr. Bu degani O'zbekistonning bu chekkasi narigi chekkasigacha 2 daqiqaga yetmasdan yetib boradi mashinamiz. Shu darajada tezlashtirsak, boyagi avtomobilimiz sun'iy yo'ldoshga aylanadi. O oyog'i baloni yerdan uziladi, to'liq vaznsiz holatda uchadi. Ichidagi odam, shofyor erkin holatga o'tadi. Xuddi kosmonavtlarga o'xshaydi-ku, suvni yerga to'ksa erkin holatda yuradi mashinani ichida, yerni o'zida. Yerdan hali ma'lum bir 1 metr yo 2 metr balandlikka ko'tarilib, shu tezlikda harakatlanyapti. Bu markazdan qochma kuch bilan gravitatsion tortish kuchining nima deydi, kompensatsiyasi, ya tenglashishi. Bizda xalqaro kosmik stansiyada, ya'ni taxminan 400-500 kilometr oraliqdagi kosmik stansiyalarda ham gravitatsiya juda yuqori. Taxminan 100 kilogramli odam o'zini agarda to'xtatib qo'yadigan bo'lsak, 90 kilogramli day his qiladi. Nisbatan aytyapman, qo'pol qilib aytyapman. Endi shu nuqtai nazardan faqatgina bu yerda xuddi mashina birinchi kosmik tezlik bilan harakatlangan yerdan oyog'i uzilib vaznsiz holatga o'tdi-ku, shu holat yuzaga keladi. Raketani uchishini to'liq tushuntirib beradigan bo'lsak, ya'ni yerning sun'iy yo'ldoshi hosil bo'lish uchun raketa qanday uchiriladi? Raketa taxminan 9 minut uchiriladi kosmik sun'iy yo'ldosh hosil bo'lish uchun. O'sha vaqt ichida raketamiz to'liq 8 kilometr taqsim sekund tezlikka erishishi kerak. Raketamizga ma'lum bir kuch, ya'ni reaktiv kuch berishimiz kerak. Reaktiv kuch nima degani? Bu Nyutonning 3-qonuni, ya'ni impulsning saqlanish qonuni. Ya'ni siz jismdan birorta qismi qarama-qarshi tomonga ajrab chiqsa, qarama-qarshi kuch hosil bo'ladi. Shunga asoslangan raketaning dvigatelidan juda katta tezlikda gaz otilib chiqadi. Qarama-qarshi tomonga esa raketa harakatlanadi. Raketamiz vertikal ravishda taxminan 10 kilometr uchadi. Troposferadan chiqqancha to'liq vertikal holatda, ya'ni mana bu globus yer deb oladigan bo'lsak, taxminan bu yerga nisbatan, yerning markaziga nisbatan to'g'riga uchib boshlaydi. Vertikal ravishda troposferagacha uchadi. Troposferagacha bu tezlik olish qiyin, chunki havoning zichligi yuqori. Troposferadan o'tgandan keyin raketaning harakatini ma'lum bir burchakka og'diriladi. Ya'ni 1 gradusga. Og'dirilgan vaqtda qolgani gravitatsiya qiladi. Ya'ni raketa uchayapti, qolgani gravitatsiya tortishni boshlaydi. Reaktiv dvigatel esa oldinga surishni boshlaydi. Suratdagi
ma'lum bir 400 kilometr balandlikka chiqqandan keyin raketa to'liq gorizontal uchishni boshlaydi. Shu vaqt ichida taxminan 9 minutda shu tezlikka chiqib ulguradi. 9 minutdan keyin bo'ldi, yoqilg'ilar tugadi. Boshqa yoqilg'i yo'q. Faraz qiling. Deyarli 95% yoqilg'im yonib bo'ldi. Chiqib bo'lgandan keyin u gorizontal ravishda 8 km taqsim sekund tezlik bilan uchishni boshlaydi. Bu yerda shunday holat yuz beradi. Bizga markazdan qochma kuchni biz deyarli har birimiz tekshirib ko'rganmiz. Chelakka suv solamizdagini aylantirsak tepadan oqib ketmaydi. Bu markazdan qochma kuchning mohiyati. Bunda siz unga energiya berib turasiz-da, ya'ni chelakni siz aylantirasiz. Raketa nima aylantiradi? Raketada o'zi Agar tugagan bo'lsa yoqilg'i. qarang, yoqilg'i o'zi 9 minutga yetadi dedik-a. 9 minut 10 minutdan keyin bo'ldi, yoqilg'i tugaydi. Yoqilg'i tugagan faqat bizga gorizontal ravishda tezlik berib olyapti. Endi shu tezligimizga sekinlashtiradigan inersial sanoq sistema degan narsa bor-da. Siz harakat boshladingizmi? Agar sizga hech narsa qarshilik ko'rsatmasa, abadiy Uchib ketasiz. uchib ketasiz. To'xtatib bo'lmaydi u narsani. Ya'ni sizning kimdir oyog'ingizdan tortmasa yokida biza mashinamiz harakatlanayotgan payt eng katta qarshilik, misol uchun yo'l bilan balon orasidagi yoki havoning qarshiligi bo'ladi. O'shalar bizni sekinlashtirib to'xtatadi. Lekin aslida o'sha qarshiliklar yo'q bo'lsa, to'xtamaydi. Nimadir bir narsaga borib urilmagancha. Raketamizda ham xuddi shuni yuzaga keladiki, ya'ni orbitaga chiqadi. Bu vertikal emas, gorizontal ravishda uchishni boshlaydi. 8 km tezlik bilan. Bu 8 km tezligimiz bizga o'sha balandlikda gravitatsion tortish kuchini yengishga yetarli bo'ladi. Ya'ni tepaga ham chiqib ketib qolmaydi, pastga ham tushib ketmaydi. Ya'ni o'sha nuqtada markazdan qochma kuch shu miqdorga yetib boradiki, gravitatsion tortish kuchi bilan markazdan qochma kuchni tenglashtirib qo'yadi. Tenglashtirib qo'ygandan keyin shu nuqtada qoladi. Bo'ldi. Unga endi qarshilik ko'rsatadigan havo juda kam, siyrak. Siz taxminan bu yerda raketani olib chiqyapsiz fazoga, fazoda aylanishni boshladi. Agar unga qarovsiz qoldiradigan bo'lsangiz, raketangiz taxminan 400 km, 500 km oraliqdagi raketa 2 yil davomida to'xtovsiz harakatlanadi. Hech qanaqa yoqilg'isiz. Nima uchun 2 yil? Nima uchun abadiy emas? Sababi chunki abadiy deyishga ham asos bor-da. Bu markazdan qochma kuch bilan gravitatsion tortish kuchi kompensatsiya bo'ldi, ya'ni tenglashdi. Bu Bu yerda uni tezligini sekinlashtiradigan hech qanaqa to'siq yo'q, chunki u vertikal uchmayapti. Oyog'idan tortadigan gravitatsiya ta'sir kuchi bo'ladigan bo'lsa. Lekin 400-500 km oralig'ida ham havo bor. Demak, qandaydir qarshilik bor. Qarshilik bor. Juda siyrak havo bor. Va u 2 yil davomida sekin-sekin ta'sir qilib, oxir-oqibat sekin-sekin ta'sir qiladidagin yer sharini aylanadi va orbitadan chiqib ketadidagin yerga kirishni boshlaydi. Ya'ni endi qarang. Men bu yerda bitta grafikni o'zim tayyorlaganman. Giperboloid qonunga bo'ysunadi. Ya'ni yerning tortish kuchi chiziqli emas. Ya'ni yuqoriga ko'tarilgan sari chiziqli ravishda bir tekisda kamayib bormaydi. Bu aynan shu grafikda ko'rsatilgan qonun asosida kamayib boradi. Bu teskari kvadrat funksiya. Ya'ni buni qanday tushunishimiz mumkin? Matematikani shu joyda muhimligini tushunib olsak bo'ladi-da. Matematikani amaliyoti qayerdaligini. Ya'ni shuncha matematik aprobatsiyalar eng sodda shaklini ko'rsatib kelganman. Ya'ni aynan shu raketani uchirish uchun kerak bo'ladigan matematik aprobatsiya. Matematikasiz raketa osmonga uchmaydi. Matematikasiz mashina harakatlanmaydi. Ya'ni matematikasiz mana bu qonuniyatni chiqara olmaymiz. Matematikasiz boyagi raketamiz qayerga borishi yo'q, qancha balandlikka ko'tarilishi, qancha vaqt qolishini biz bilmaymiz. Endi qarang. Bu degani nima degani? Yer sharidan raketani oyog'i uzildimi? Oyog'i uzilgandan keyin buning uzoqlashgan sari tortish kuchining miqdori kamayib boradi. Tortish kuchining miqdori kamayib boradi, ya'ni mana bu qonuniyat orqali. Ya'ni giperboloid qonuniyat orqali. Kamayib boradidagi ma'lum bir nuqtaga yetgandan keyin keskin kamayib boshlaydi. Ya'ni bu lekin cheksiz miqdorda yo'qolmaydi. Misol uchun
Bu milliardlab kilometr uzoqlikka ketsa ham yerning tortish kuchi qoladi, faqat keskin kamayib ketadi. Lekin baribir ma'lum miqdorda qoladi, qonuniyat sal boshqacharoq. Xo'p, buni matematikasiga chuqur kirmaymiz, chuqurlashmaymiz. Umumiy holatda raketaning qonuniyati yerning tortish kuchi bilan yerning harakatdagi hosil bo'lgan markazdan qochma kuchining kompensatsiyasi hisobiga yuzaga keladi. Oxir-oqibat u yerdagi kichik havo zarralarining qarshiligi tufayli 2 yildan keyin bu so'nishni boshlaydi. So'nishni boshlaydi, yiqilishni boshlaydi, ya'ni ag'nashni. Bu aslida nima deb, qanday tushuntirsa bo'ladi? Yana ham soddaroq tushuntirilganda, raketa to'xtovsiz yerga qulayapti. O'zi aslida. Aslida xayol bilan bunday tasavvur qiling, to'xtovsiz yerga qulayapti, lekin aylanib borayotgan payt yer tugab qolyapti-da. Ketyapti, qulayapti, qarasa yer tugab qolyapti-da. Tezligi katta shunchalik davom etib qo'yyapti. Mana raketa uchib ketyapti, to'xtovsiz qulash davom etyapti, yerga qulayapti, lekin yer bu tomoni shar-ku. Tugab qolyapti-da. Endi buni uchun nima qilish kerak? Buni energetik sathi bor-da. Energetik sathdan pasayib boshlasa, uje mana bu kuchning miqdori oshadi-ku. Tezlanuvchi ham pastga qarab yana tortish kuchayadi, endi pastga qarab yiqilish kuchayib ketib qoladi. Tezligi kamayadi, chunki boyagi 8 km/s tezlik bilan harakatlanayotgan raketa havoning qarshiligiga uchraydi. Tezligi kamayib boshlagandan keyin 705, 704 ga tushib qolsa, misol uchun keskin pastga ag'nashni boshlaydi. Ya'ni boyagi tugab qolish davriylik yo'qoladi. Endi buni oldini olish uchun nima qiladi? 20 yil, 30 yildan beri uchayotgan raketalar bor, sun'iy yo'ldoshlar. Ular nima qiladi? Ular ionli dvigatel degan tushuncha bor. Ionli dvigatel. Ya'ni ma'lum bir qattiq jism bor raketaning ichida. U qattiq jismni biz gazga aylantiriladi. U gazni keyin ma'lum bir ionlashtiriladi, ya'ni plazma holatiga keltiriladi raketaning o'zida. Endi reaktiv dvigatel degani biz tushundik, ya'ni jismdan oddiygina mana bu ruchkani biz otadigan bo'lsak, ma'lum bir uzoqlikka bizga qarama-qarshi kuch hosil bo'ladi. Mana shu reaktiv harakat. Tasavvur qiling, faraz qiling, siz fazogirsiz, fazoda turibsiz. Sizdan raketadan qandaydir uzoqlashib qoldingiz. Raketadan qo'lingiz chiqib ketdi. 1 metr masofa bor o'rtada. Lekin shu 1 metrga siz yeta olmaysiz. Hech qachon. Qo'lingiz yetmayapti, uzatsangiz, sizga har qanaqasiga aylansangiz ham, o'zingizni sursangiz ham, tebransangiz ham, muvozanat markazingiz joyidan raketaga nisbatan harakatlanmaydi. Ya'ni raketaga hech qachon yeta olmaysiz. Endi siz nima qilishingiz kerak? Bu sezilarli bo'lish uchun. Siz qarama-qarshi tomonga burilasiz, lekin muvozanat markazingiz qimirlamaydi, joyida qoladi. Burilishingiz mumkin, burila olasiz. Juda sekin Karilos kuchi degan tushuncha bor. O'sha orqali, lekin muvozanat markazingiz joyida turadi. Burilasidagi raketa orqangizda qoladi. Qarama-qarshi tomonga nimadir jismni ochishingiz kerak. Raketaga yetib olish uchun. Bu reaktiv kuch. Nimadir jismni qattiq otasiz, otgan vaqtingiz qancha kuchli otsangiz, siz shuncha qilib yaqin. Qancha sekin otib qo'ysangiz, endi yana bitta narsa bor. Bu jismning massasiga bog'liq. Bu otayotgan jismingiz qancha katta bo'lsa, siz raketaga shuncha tez yetib olasiz. Qancha kichkina bo'lsa, shuncha sekin yetib olasiz. Shuning uchun imkon boricha juda yuqori tezlik bilan otsangiz, raketa orqangizda, shunda raketaga siz yaqinlashni boshlaysiz. Bu reaktiv kuch. Endi qarang. Buni fazoda qanday hosil qilgan? Olimlar buni yechimini topganda, haqiqatan havoning qarshilik kuchi boya raketani sekinlashtirib qo'yadi sun'iy yo'ldoshlarda. Sekinlashtirgan vaqtida nima qilish kerak? Buni 2-3 ta yo'li bor. Bittasi ma'lum bir vaqtda yana qayta boshqa raketalar uchiradidagin, tezlashtirib yuboradi. Tezlashtirib beradi. Tezligini yana 8 biz aytgan 8 km/s tezlikka erishib oladidagin, yana boyagidek davriy qulashni davom ettiradi. Davomli bo'ladi. Yokida ionoviy dvigatellarimiz bor. Reaktiv dvigatellarimiz. Bular qanaqa ishlaydi? O'zi aslida sun'iy yo'ldoshda tokdan muammo yo'q, elektr energiyadan muammo yo'q. Ya'ni solnechniy elementlarimizni, ya'ni quyosh panellarimizni ochib qo'yamiz, elektr energiyani zaxira qilaveramiz. Aynan shu elektr energiyasi hisobiga biz ma'lum miqdorda magnit maydon hosil qilamiz. Magnit maydon bilamiz, bizga Lorentz kuchi bor, amper kuchi bor.
biz qaysidir qattiq jismni, ma'lum bir qattiq jism olib chiqilgan, o'sha qattiq jismni gaz holatiga o'tkazamiz. Shu zaxira qilingan elektr energiyasi orqali gaz holatiga o'tkazilgandan keyin uni ionlashtiramiz, ya'ni elektronning bittasi bir va undan ortig'ini yulib olamiz. Bu endi zaryadlangan zarraga aylanadi. Zaryadlangan zarralarni ma'lum bir magnit maydonida kirgizadigan bo'lsak, u ma'lum bir amper kuchi ta'sirida harakatga keladi, juda katta tezlikka. Endi o'sha ionlashgan gazni magnit maydon ta'sirida, magnit maydon ta'sir qilib raketada sun'iy yo'ldoshda qarama-qarshi tomonga urib otilib chiqarishga harakat qiladi. Otilib chiqargan vaqtida bu juda zaif kuch, lekin fazoda shu ham ish beradi. Sezilarli ish beradi. Taklif bor. Kursni 2 qismga bo'larkanmiz baribir. Taklif bor, ya'ni kursni 2 qismga bo'lish. Chunki hali bizda yana alohida bir qismi bor. Muxlislarimiz ham charchab qolishmasin. Ya'ni shungacha bo'lgan qismini demak hazm qilib olishimiz kerakmiz. Haqiqatdan ajoyib, mana tushunib oldik raketalar qanday uchirilishini va osmonda deylik biz biladigan yoqilg'isiz harakat qilishi mumkinligini. Buning uchun qanday tezlikka erishish kerakligini. Shu agar mayli desangiz, ikkinchi qismini keyin alohida qilsak. Ma'qul. Sizga kattakon rahmat. Kelgusi kurslarda ko'rishgan salomat bo'ling. Hurmatli kuzatuvchilar, demak bugungi reja qilgan kurslarimiz shulardan iborat. Ayniqsa oxirgi kursni tushuntiramiz, aniq fanlar bo'yicha. Buni biroz hazm qilib olishimiz kerak. Albatta ikkinchi qismini qilamiz. Xudo xohlasa.